Bu darvozani ortida ayollarimiz orzu qilgan uy. Yaxshilab joylashib olinglar. Mana bu uyga o'zingizlar bitta baho beringlar. Ya mashalloh, kirishinglar bilan bittada diqqatinglarni tortadigan uy bo'lgani, juda ham chiroyli. Bu yoqda elektromobil uchun zaryadniy stansiyalar tashab ketilgan, avtomatik darvozalar. Mana shunaqangi chiroyli qilib suvni oqib turadi, og'zini mazza qilib eshitib o'tirasizlar. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, ziloniy zona, olgan odam rayhon atirgullarni ekib qo'ysa bo'ladi. Ana endi tayyormisizlar? Bu go'zal uyimizga birgalashib sayohat qilamiz. Bu esa uyimizga kirib kelish hol qismi, ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli, 3 sotuga juda ham chiroyli planirovkaga uy tushirishgan. Bu esa uyimizning zal qismi, zalga ham o'zingizlar bitta baho berasizlar. Kattagina panorama oynalar qilingan, pardalar ilib qo'yilgan. Qo'l qismiga ham bu yerga yaxshi zona qilib qo'ysa, oilalar orasida o'tirgan joy qilsa bo'ladi. Bu yerda sanuzel, gasoy va ayollarimiz ko'proq vaqtni o'tkazgan oshxona, posuda mo'ygalarigacha tayyor qilingan va oshxonamizdan yozgi oshxonaga chiqadigan joylar qilib qo'yilgan, o'tiradigan, mazza qilib oilalar orasida o'tirsanglar bo'ladi. Uyimizda 3 etaj, полностью теплый pol va bu yoqqa keladigan bo'lsak, birinchi etajimizning spalniy qismi kattaligiga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Ana endi sizlar bilan birgalashib ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Xo'p, ikkinchi etajimizda 4 ta spalni, shulardan ikkitasi master spalni. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana shunaqangi bitta katta spalnimiz bo'lyapti. Tanlangan ranglarga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Shuni yonida ham xuddi shunaqa xonadagi bundan ozgina kichikroq bolalar yotoqxonasi, kattagina oynalar va ikkinchi etajimiz uchun ajratilgan umumiy sanuzel. Ana endi bu yoqqa keladigan bo'lsak, master spalnilarimiz boshlanadi. Birinchi master spalnimiz ko'ryapsizlar, o'zining ichida sanuzel hamma sharoitlari qilib qo'yilgan va eng katta master spalnimizda o'zingizlar bitta baho berasizlar, kattaligi, kengligi va o'zining ichida sanuzellariga ega baho berasizlar. Podvalga keladigan bo'lsak, olgan odam xohlasa kinozal, trenajyorniy zal qilib qo'ysa bo'ladi. Lokatsiyadagi to'xtaladigan bo'lsak, Yashnobod tumani Go'zal mahallada joylashgan. Go'zal mahallada mana shunaqangi fayzli uy qarab yurgan do'stlarga bitta like bosib, tez-tezga jo'natib qo'ying.